Assalomu alaykum bebaho kuzatuvchilarim. Bugungi make-up darsligimiz qovoqli texnika bo'lgani uchun o'zim sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib, tushuntirib bergim keldi. Qovoqlariga birinchi bo'lib yaxshilab mitsillarniy vada yordamida va vatniy disk bilan yaxshilab tozalab, yog'larini, make-updan qolgan qoltiq bo'lsa, hammasini top-tozalab artib olamiz va kley yordamida podvodka holatida chizib olamiz. Leskali kiprik bilan oldin past tarafini, keyin ustki tarafini yopishtirib tortib olamiz. Qizlarjonlar, shu texnikada juda ham alohida e'tibor berib eshitishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Ko'p holatda ko'zlar tepaga qarab ko'tarilib qolishi mumkin agar texnika noto'g'ri qilinsa. Ko'zlarimizni chiroyli qilib formalarini chiqarib tortib oldik va yuzlariga yuz bazalarini surib oldik. Yuzlarni yumshatib, tonalkadan oldin xuddi chaqaloqni terisidek yumshoq holatda qilsak, har qanaqa tonalkamiz yuzlariga juda ham chiroyli joylashadi. Yuzni formalashga o'tamiz. Yuzga chiroyli qilib shakllar kirgizamiz. Quloqni tepa qismidan burunni oldi holatiga, dahanni ozginagina quloqni teg holatidan dahanni oldi holatiga va labni ikki chet holatiga kontur berib chiqdik. Albatta pomada bilan uyg'unlashtirgan holatda rastushovka qilib chiqdik. Svetli zonalarni svetli konsilerimiz bilan chiroyli qilib yotqizib, rassipchатый pudra bilan yuzlarini quritib oldik. Highlighter rumyani yordamida chiroyli qilib yuz tayyorlab oldik. Biz bugun mutlaqo qalam ishlatmasdan rastushovanniy ten bilan ko'zlarini formalarini chiqarib oldik. 2 marta qovoqni ketma-ketlikda qo'ydim va ozgina glitter kley bilan ustidan blesklarimizni chiroyli qilib pishni rokisda yopishtirib oldim. Ko'zlarini ham teg holatini rastushovka qilib, qalam umuman ishlatmagan holatda tendan foydalandim. Ko'pchilik faqat qalam bilan ishlaysizmi deganiga bu safar mutlaqo qalam ishlatmadik. Ko'zlarini ozginagina oxirgi holatiga va ko'zlarini ichki holatidan tortib bir podvodkalarimizni chizib oldik. Nejniy effektda bo'lgan kipriklarimizni ustilariga ozgina bir qator qilib qo'yib chiqdim. Ten yordamida qoshlarini chiroyli qilib bo'yab oldik. Undan oldin gel bilan tarab olgan edim. O'shanda tog'lalari ham chiroyli ko'rinib turadi. Lablarini ozginagina formalardan chiqargan holatda qalam bilan bo'yab, uni svetliroq qalam bilan rastushovka qilib oldim va yorqinroq rangda pomada tanlab chiroyli qilib bo'yab oldik. Ustidan blestящий pomadani ham qo'yib oldim. Mana make-up jarayoni. O'rgatgan darsligim yoqqan bo'lsa, albatta sizlardan chiroyli e'tiboringlarni kommentariyalarda kutib qolaman. Va yana yaxshi kunda ko'rishguncha inshaalloh sog' omon bo'linglar. Yuragim qoldi mana